Bugun sizlar bilan hatto turklarning ham xabari bo'lmagan yosh-u qariga birday sevimli yumshoqqina biti kabob taomini tayyorlaymiz. Ishimizni shunaqa pautinka nomli makaronimizni olib, qovurishdan boshlaymiz. Qizartirib qovurib olganimizdan so'ng yuvilgan guruchlarimizni solib qovurishda davom ettiramiz. Va guruchlarimiz oppoq tusga kirib yaxshilab qovurilgandan so'ng tabga ko'ra tuz solib, suv solib, tekin pasaytirib dimlab qo'yamiz va ishimizni davom ettiramiz. Alohida idishga ozgina yog' solib qiymamizni qovurishga boshlaymiz. Mana qiymam yog'liroq bo'lgani uchun yog' solmadim. Qiymamiz qovurilish jarayonida bitta piyozni mayda qilib to'g'rab sovuramiz. So'ng birin-ketin pomidor, ziravorlar, tabga ko'ra tuz, chesnokni qirg'ichcha mayda tishidan o'tkazib chiqarib yuboramiz va birin-ketin 2-3 xil ko'katlarni mayda qilib to'g'rab qiymamizni qovurib olamiz. O'tganimdek qiymam yog'liroq bo'lgani uchun lavashga yaxshi narsa surmadim. Siz ketchup mayonez aralashtirib surib olishingiz mumkin tabga ko'ra. Lavashimiz ustidan qiymamizni yaxshilab hamma tomoniga yoyib olamiz va bir xil rulet qilib bir xil kattalikda kesib chiqib, alohida idishga berib, gaz pechimizga pishirishga yuboramiz. Pishishiga 5 daqiqa qolganda duxovkadan chiqarib, ustidan qirg'ichdan chiqarilgan sirlarimizni sepib, yana qayta duxovkaga yuboramiz toki sirlari eriguncha. Ko'pchilik lavash va guruch yonma-yon qilib qoqishga